Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, Allah subhanahu ve taala har birlarini dünyanın har qaysi joylarida xotirjam salomat qilsin. Bugungi darsimiz Zulhijja oyining avvalgi 10 kunning fazilati to'g'risida. Taat ibadat qilishga ahamiyatlik bo'lgan vaqtlardan Zulhijjaning avvalgi 10 kuni bo'lib, bu kunlarni Alloh subhanahu va taolo boshqa kunlardan fazilatli qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bayon qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo uchun mushu 10 kunda qilingan ibodatdan afzalroq ibodat yo'qdir deganida sahobalar Alloh yo'lida jihad qilishdan ortiqmi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom Alloh yo'lida jihad qilishdan ortiqroq. Lekin bir kishi o'zining jini va meli bilan Alloh yo'lida jihadga chiqib qaytmasa, bu afzal dedi. Yana bir hadisda payg'ambar akram sallallohu alayhi va sallam Allohning huzurida Zulhijjaning avvalgi 10 kunida qilingan amaldinmi ajri katta va oliy amal yo'q deganda sahobalar Alloh yo'lida jihad qilishdan ortiqmi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom Alloh yo'lida jihad qilishdan ortiq. Lekin bir kishi o'zining jini va meli bilan Alloh yo'lida chiqib shahid bo'lib ketsa, buning fazilati ortiq dedi. Bu hadislar va boshqa dalillar umuman Zulhijjaning avvalgi 10 kunining yilning boshqa kunlaridan, hatto Ramazonning oxirgi 10 kunidanmi afzal ekanligini bildirdi. Lekin Ramazonning oxirgi 10 kechasi 1000 kechadan afzal bo'lgan Qadr kechasini o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, bu Zulhijjaning avvalgi 10 kunining kechasidan afzaldir. Musulmon kishi bu 10 kunni Allohga tavba qilish bilan boshlash va yaxshi amallarni ko'p qilish kerak. Bu kunlarda qilish alohida ta'kidlangan amallar tuvandikidek: ro'za tutish. Musulmonlar uchun Zulhijjaning avvalidan tartib 9-kuni, ya'ni 9 kun ro'za tutish sunnatdir. Chunki payg'ambar alayhisalom bu kunlarda yaxshi amallarni ko'p qilishga rag'batlantirgan. Ro'za tutish bo'lsa amallarning yaxshisi bo'lib, bu haqda payg'ambar akram sallallohu alayhi va sallam hadis qudusida Alloh taoladan bayon qilib mundaq deydi: Odam avlodlarining har bir amali o'zi uchun bo'ladi. Ro'za men uchun bo'ladi. Uning ajrini o'zim beraman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zulhijjaning avvalidan 9 kun ro'za tutatdi. Hunayda binti Xolidning ayoli payg'ambar alayhisalomning ayollaridan bayon qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom Zulhijjaning avvalidan 9 kun, Ashura kuni, har oyda 3 kun, ayning 13, 14, 15 kunlari va dushanba, payshanba kunlari ro'za tutatdi deb bayon qilingan. Allohga takbir, tahlil va hamd sanolarni ko'p aytish. Zulhijjaning avvalgi 10 kunida Allohga takbir, tahlil, tasbih va hamdlarni ko'p aytish. Masjidlar, mehmonxonalar, yo'llar qatorliqlarda ibodatni oshkor qilish orqali Allohni ulug'lash, Allohni kattalashni e'lon qilish uchun Allohga zikr etish durust bo'ladigan joylarning hammasida takbirni oshkor etish kerak. Erlar oshkora, ayollar maxfiy aytadi. Allah subhanahu wa taala bu to'g'rida mundaq deydi: kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin, belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'ga, qo'y, o'chkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzasidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan bayon qilinadiki, payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Allohning huzurida Zulhijjaning avvalgi 10 kunida qilingan amaldinmi ajri katta va oliy amal yo'q. Bu kunlarda Allohga takbir, tahlil va hamdlarni ko'p aytinglar. Takbir degan Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd. Buning yana boshqa turlari bor.
hozirgi vaqtda Zulhijjaning avvalgi 10 kunida Allohga takbir aytish tashlanib qoldi. Buni az bir qism kishilardan boshqalar unutib ketdi. Sunnatni ahyo qilish, g'ofillarga aslash uchun oshkora aytish kerak. İspatlanışça İbn Ömer ve Abu Hurayra qatarlıq sahabeler Zulhijjaning avvalgi 10 kunida bazarlarga chiqib takbir aytatdi. Kishilarmi bularga agishib takbir aytatdi. Buningdan maqsad kishilar sahabelarning takbiridan bu kunlarda takbir aytishni aslab, har birining ayrim-ayrimdan takbir aytishni bayon qilish edi. Kishilarning esidan ko'tarilib qolgan sunnatlarni ahyo qilib, eslatishning fazilati nihoyatda katta bo'lib, payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq degan: Kimki mendan keyin unutilib qolgan bir sunnatni ahyo qilsa, uningga agishib amal qilgan kishining ajr savobi kamaytilib o'tmasdan, u kishiga u sunnatga amal qilgan kishilarga o'xshash ajr savob beriladi. Haj ömrünü ada qilish. Mushu 10 kunda qilinadigan afzal amallardan Allohning bayti bo'lgan haramni tavob qilib, haj amallarini ada qilishdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan yo'l bilan hajni ada qilishga muyassar bo'lgan kishi uchun eng buyuk mukofot tayyorlangan bo'lib, bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qabul bo'lgan hajning mukofoti jannatdan iboratdir. Qurbonlik qilish. Mushu 10 kunda qilinadigan afzal amallardan yana biri Allohga yaqin bo'lish uchun qurbonlik qilishdir. Buning uchun Alloh yo'lida mol chiqim qilib, ularning yaxshisi va semizni tanlab o'ltirish kerak. Bu fazilatli kunlarni g'animat bilayli. Keyingi pushaymon foyda bermaydi. Agar bundaq esil vaqtlar o'tib ketsa, keyin qilgan amallarimiz buning o'rnini to'ldirolmaydi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni mushu fazilatli kunlarda Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarni ko'plab qilishga muyassar qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.